Allohga shukr, mana havolar ham ancha pasayib qoldi. Bizdan Namangan Bilolida ishlarimiz qizg'in ketib turibdi. Ko'chaga ham chiqib olganmiz. Ko'chani ham mana asfaltdan to'g'razamiz 55 sm balandlikka. O'shanga moslab mana kulollarni olib, latolarni ham boshlab oldi apalkasini. Bu ham ideal qilib, joydan kelib chiqib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Ichkarilarimizda ishlarimiz polni yakunlandi. Xudo xolasa polnis tashkilini qo'yib, agorodlarni ajratib, bizning poylarni ham ideal qilib qo'yib berdi. Mana to'g'ridan kirerish. Agorodlar ham polni yo'laklarini ham ajratib bo'ldi. Tashkili ham polni o'zimiz proyektini qilib, joydan kelib chiqib, mana yo'laklarini ham ajratib olib, latolarni ham ideal qilib o'ygalarga topshirdi. Tornov suylarini, yomg'ir suylari hammasi latoga boradi. Latodan orqa kolodisgacha ketadi. O'zingni ko'rishing mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha figuralarni qilib, joydan kelib chiqib ideal qildi. Mana shu yerda bitta sharsharamiz bor. Sharsharani ham betonlarni qo'yib beramiz, montajlarni qilib sharshara bo'largan bo'lib turibdi.